Eronda bo'layotgan ishlar haqida qisqacha fikrim. Bu xuddi fil usulini eslatib yuboradi. Ovchilar fillarni ovlashchi ularni yo'liga xandaq qazishadi. Fillar u yerga qulagach, 2-3 kun davomida qora kiyimda kelib fillarni kaltaklashadi. 4-kuni esa oq kiyimda kelib fillarni chiqarib olmoqchi bo'ladi. Shunda fillar o'ylaydi, oldingilar meni urishdi, qora kiyimda edi, bular oq kiyimda meni qutqarmoqchi deb o'ylaydi. Aslida ular o'lja qolmoqchi bo'ladi. Eronda ham xuddi shunaqa vaziyat. To'g'ri, Eron hukumatining balki hozirgi ishlarda aybi bordir, lekin qora kiyimdagi ovchilar asli chekka. Isroil, Amerika, Yevropa ittifoqi ular yillar davomida Eron xalqini, hukumatini sanksiyalar bilan ezib keldi. Endi ular nima demoqchi? Tramp tilida "Davay ko'chaga chiqinglar, qo'zg'alinglar, biz sizlarga ozodlik beramiz, zo'r bo'lib ketadi" deyapti. Ya'ni oq kiyim kiyib oldi ular. Juda ko'plab josuslar, agenturalar chetdan kirganligi haqida manbalarda ham o'qigan bo'lsanglar kerak. Bu vaziyatda shunchaki oddiy hal qilib bo'lmaydi. Bu men shaxsiy fikrlarim. Sizlar fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldinglar.